Aşk perdesi yürekte, aşk perdesi yürekte. Adam yıkkan dünyanın hazinesi bilekte. Çiğdem ukam. Ya, qanday qiladi sende? Ma bir öykü ukam, ama tushundiramay o'zim yolg'izlik qilib o'tiraman, ma o'yini tushundirishga. Ma bir qo'sh qavatlik öykü fushulu dedik emas ukam. Ma o'yinin nereden boshlab tushuntirishimni bilmayman, o'tirib ketgansan qaylab. Sen vaqt kelding. Yana tushundirma. Yana ko'pchilik. Yaxshimisizlar? Ama shikdan kirsaqlar mana. Çoğunlu bir tazda qo'ya, bu tazda qo'yib shunda azat cho'ng ko'lamdagi tazda qo'y ekan bu. Tazda qo'yning yendilallar. Çoğunlu bir yataq qo'ya. Bu yataq qo'yimi ama jang sho'si meningga amal yo'qki. Ama jang sho'sini rasmiy jang sho'qiga o'ynayverligim rahmat bu jang sho'qiga. Ishkabdamsiz. Endi kelsak, yataq qo'ylardan boshlayman. Ezib ketdik, yataq qo'ylar yamanchiq ekan bu o'yin ekan. Mana bir balaning yataq qo'yi ekan. Şundaq kunga tüpsüm şundaq ballağa maskegen çırağını ezip ama can şoğusunu tüpsünün astından mı avaligim tasqarıp limondan çıkarıp çoğunken ma jağını işçimi taz yotqan jağını endi kelsak ukam mana mana ikinci qavatga chiqib tursa hozir tushundirma ketonga kelsak keton shundaq cho'ng mana can şoğusuna o'tirib ketgan yerim shu. Tuqib yutibdi-da, mana bo'ridek bo'rni nimasidan chiqaribdi, bo'ridek desam bo'ri turdi tepsida. Ana tuqib yutibdi, ma jang sho'sa amal yo'qki. Ma kompyuter deyotganmiz, mana degan şey deyotganmiz, mana shunday chiroyli bejirim turibdi buning shkaflarimi, degan şey ko'zlarimi. Ma sirtir qo'ysak shunday mana tag'ning sap havasi. Bina shochiydi-ku bu, bina shochini yana kim qo'ygan. Endi kelsak tazliq o nima oshxonasi. Oshxonasi shundoq ozoda cho'ng hamda. 5-6 odam kirib mashg'ulot qilsam shundoq bo'ladi, shundoq bo'lib shundoq kunga bego'lovda joylashgan. Fransiyaning bu shundoq jinko bego'lovni qilibdi. Bo'ngshonlarimiz, sarablarimiz hammasini qilgan. Yanil shu yanji. Hamda ballig'a doyinji imtiyaki bu yerga chiqib qo'yibdi buni. Endi oshxonasining yendilar yana bir cho'nglar yataq uyi. Bu yataq uyim shundoq ozoda, pokiz.